har bitta obunachim uchun bittadan ajmani qilaman 6-kun. Ketdi. Xo'sh, bugun 6-kun har bitta obunachim uchun bittadan ajmani qilaman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdim, lekin endi qaytdim va har kuni video chiqaraman. Поддержка qilasizlar degan umiddaman. Xo'sh, bugun 100 ta qilamiz. Qani ketdi. Bugundan boshlab har kuni video chiqaraman. Sizlar o'ylamanglar, atiga 100 ta qilyapti deb. Sekin-sekin bu sonni oshiraman. Yugurayotganimda ham bugun o'sha distansiyani, masofani uzaytirdim. Sekin-sekin ajmani ham, sonni ham oshiraman, yuguradigan masofani ham uzaytiraman. Bittada qo'rsa ham to'g'ri bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsa, mana bu yerda GoPro ga o'xshagan kameram bor, mana bu yerda turadi. Qiziq bo'lsa, o'sha kameramga yugurayotganimni rasmga olaman. Avvalda sizlarga qiziq bo'lsa. Shunaqa gaplar. Sal tot. Mayli.